Men Lutfiya Nosirbeková Toshkentda tug'ilganman. Pensiya chiqqanimdan keyin meni oyoqlarim bezovta qilishni boshladi. Belim, oyog'im. Men oyog'im qaltirardi. Uzoq tura olmadim. Uyishardi kechasi. Turib, uni silab nekin panigan ichib olardim. Sudrika bo'ladi dedim. Lekin bosolmayman. Ko'p yursam og'riydi. Mana tikatda yuraman, suv bitta bo'ldi. Yurolman, suyanib turishim kerak. Bitta doktorga to'g'risini aytaman, bir marta bordim, anaqa dedi. Sustatin shamollagan dedi. Men bitta ukol qildirgan dedi. Men bormadim, qo'rqdim suyakka qaqadir. Indan keyin o'sha sizlarning telefonni chiqardim. Yo, yaxshi. Bu tirkalarni saqlab ham qo'yinman. Men bundoq turaylikgina. Chidlari bir ramzor uni. Yo, mana shu yildan keyin men hozir yaxshiman, asalni ham qo'shib qildim. Kunarada endi. Hozir yaxshiman. Agar kim mana shu tizzasi og'riyotgan bo'lsa, murojaat qilsin. Men Lutfiya Nosirbeková Toshkentda tug'ilganman. Chilonzor rayonida tug'ilganman. Bog'obod ko'chasida. Turmushga chiqqanman, institutni bitirganman, svyazi bitirganman men. Tintrantirigatchi 6 ta farzandim bor. Bolalarim ko'p bo'lgani uchun Chilonzorga algoritmdan uy berdi bizga. Men pensiya chiqmasdan yaxshi yuruvdim. Shu pensiya chiqqanimdan keyin meni oyoqlarim bezovta qilishni boshladi. Belim, oyog'im. Endi men o'zimcha yod potla qivurdim. Yodviy setkalar bo'lmadi. Oxiri Telegram menga bolalar yangi telefon sovg'a qilishdi. 50 yoshga kirganimda ana mana Samsung. Men Nokia tutardim, ana yaxshisini. Lekin o'sha yerda ochsam, shu gel sustavlarni oldin o'qib chiqqan. Keyin yutasan deb chiqdi. Yo, o'qisam haligini haqiqatda menga kerakli maqsad, men oyog'im qaltirardi. Uzoq tura olmasdim. Uyishardi kechasi. Turib, uni silab nekin panigan ichib olardim. Panigan ichib yotsam, ertaga kechasi ozgina uxlar edim. Lekin haligi eshikni bosdim. Bosuvdim, skidga chiqdi. Keyin skidga chiqqandan keyin telefon qoldiring dedi, otingizni qoldiring dedim. Otimni telefon qoldirdim, familiyamni. Orada bir soat o'tdimi? Anaqa chiqdi menga o'sha Mirjalolmi kim doktor bola. Ha, holat tinchlikmi? Shunaqa poyezdga yutuqqa tushibsiz aksiyaga. Nima bezovta qilyapti dedi. Men aytdim, shu oyog'im, chap oyog'im ko'proq, bu oyog'im kamroq. Sudrika bo'ladi dedim. Lekin bosolmayman, ko'p yursam og'riydi. Mana tikatda yuraman, suv bitta bo'ldi. Yurolman, suyanib turishim kerak. Bitta endi mana hozir o'shani oldim, aytganini. Men hozir surib bo'ldim, kechagida mashincha qoldi. Yana bir 3 ta surishligim bor. Uni yuvib qilib masaj qilasiz, xola dedi. 3 minut masaj qilasiz. Indan keyin yot. Undan keyin dedi, kunora dedi, asal suring dedi o'sha bola. Asalni ham suring, uni kanda qilmang dedi. Bitta bizani yelga qarab qolmang dedi. Endi kim oyog'i shunaqa manikiga o'xshagan bo'lsa, lekin doktorga to'g'risini aytaman, bir marta bordim, anaqa dedi. Sustatin shamollagan dedi. Men bitta ukol qildirgan dedi. Men bormadim, qo'rqdim suyakka qaqadir. Travmatologiya institutiga bormadim hech qayerga. Yo, mana shu yildan keyin men hozir yaxshiman, asalni ham qo'shib qildim. Kunarada endi. Hozir yaxshiman. Agar kim mana shu tizzasi og'riyotgan bo'lsa, murojaat qilsin. Olsin, lekin yomon bo'lmaydi. Oldin bitta olib ko'rsin, bitta kurs olib ko'rsin, qanaqa bo'ladi. Agar to'g'ri kelsa, olsin. O'ziga qarab endi. Shu mana hozir aytaman, noyabrdami, oktyabrda oldim men sizlardan. Noyabrda уже to'xtagandi. Men yog'ingarchilik boshlamasdan уже to'xtadim. Men bu yoqqa anaqasiz chiqa olmasdim. Nakalinsiz ishga chiqaman. Endi nakalini kiymayapman. Shunda chiqib olman. 2 ta nakalinim bor, tuyanik. Uni kiymasam bu ishla olmasdim, yura olmasdim. Bundan chiqib turish kerak. Shu 1,5 oyda. Keyin qolganini ham qoldirib, uni orasidan bola telefon qildi. Xola qancha qoldi? Mana shuncha qoldi. Men boshqa olmayman, shu bo'ladi. Yo'q, amma siz ham ta'siri qanaqa dedi. 2 ta bola qildi-da, 2 ta nomeri ham turibdi. Men aytdim, zo'r bolam dedim. Yana bor bitta butirka, hozir endi bittani tugatib, yarimtani tugatib olman dedim. Telefon qilib turdi lekin. Kunora qanaqa o'zgarishlarni aytib turing, xola, balkim yoqayotgandir, yoqmayotgandir mahsulotimiz dedi. Yo'q, lekin baraka topsin. Bitta qiz ham qildi orada. Yaxshi, yomon emas lekin. Shu o'rtoqlar eshitsin deyapman deb og'riyapti. Ko'plar operatsiya, ana plasmasi 10 yil ekan-ku, garantiyasi. Men baribir bormasdim, yuray-yu. Shunaqa gaplar. Yo, yaxshi, baraka topinglar. Mayli kim nimadan paydo qilgan bo'lsa ham uni yaxshi. Yo'q, aytdiki, anaqa dedi. Shamolatgansan men paylaring dedi. Ukol yozib berdi, dentonal bir bola mana turibdi, shunaqa ukol yozdi. O'shani olasan 5 kun oling xola dedi. Rentgenga tushirdi. Rentgenga tushirildi, yedirish anaqasi yo'q ekan. Xola, shundan xursand bo'ling, sizda yemirish yo'q, shamollagansiz dedi.
O'shani ukolni qilib bo'lgandan keyin orada 10 kun o'tgandan keyin sal yurdimda, keyin yana boshladi. Ayniqsa men bitta tomir tosh bor. Undan keyin o'sha sizlarning telefonni chiqardim. Yo, yaxshi. Butirkalarni saqlab ham qo'yibman. Mana bundoq chiroylikkina. Hidlari bir ramzi bor uni. Sassiq emas. Shunaqa olim. Samoglani men bu tikatib turganimda uzoq turib qolaman, magazinlarda ham uncha og'rimayapti. O'zim harakat qilaman turmaslikka, lekin yurishga harakat qilaman. Endi tuzaldi deb o'tirish bo'lmaydi. Yurish kerak. Mana shu ertalab 3 marta yurib chiqib, keyin sement topshirib ketaman powerlayga. Ertalab o'risi orqaga chiqadi, leji yog'achida. Men shu yerda aylanib qo'ya qolaman. Yaxshi bolam, zo'r gap yo'q lekin. Hozir Allohim, Xudo banda topgan tutganinglarga baraka bersin. Mana shu ro'za ayyomlarda halolidan bersin. Bolalaringizga bosh bo'ling, haj umralarga borishni nasib qilsin. Yana keyingi ro'zalarga o'tishni nasib qilsin. Amin. Endi o'rtoqlar, meni yoshim 68 da. Balki mendan yoshli bordir, mendan yoshi kattalar bordir. Mana shuni men sizlarga tavsiya qilaman. Faqat kechasiga suriladi bu. Oyoqni spirtlab turib, surib, keyin qalin narsa kiyib tizzaga yotiladi. Tavsiya qilaman, yana o'zingizlar qaranglar. Qimmat emas, aksiyaga tushsanglar, unda mana menga ro'zaga Ramazonga tushib qolma, menga tekinga yana 2 ta sovg'aga olib kelishdi. Rahmat, Xudoyo Alloh rozi bo'lsin bulardan. Bular ham bola chaqasiga halol mehnatidan rozilik qilsin. Ota-onasining rohatini ko'rsin. Rahmat.